Hozir o'tirib o'ylab qoldimda, nimaga ayrim oilalarda yosh bo'lishiga qo'yishmaydi? Nima sabab? Misol keltiraman. Masalan, o'g'il bolalarni oladigan bo'lsak, o'g'il bolalar doim yoshligidan sho'xroq bo'lishga, boshqa onani ko'ngli bolaniki dalada deb bekorga aytishmaydi. Chunki bola sho'x bo'ladi, u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, ko'p o'ynaydi, boshqa qiladi. Ota-onalar esa ularni qo'yishmaydi. Ya'ni qanday? Sen o'g'il bolasan, baqirmasliging kerak, ko'p kulmasliging kerak. O'g'il bola seryozni bo'ladi, juda bo'ladi, suda bo'ladi deb doim uqtirib kelishadi. Qizlarni esa sen qiz bolasan, qiz bola baqirib kulmaydi, nozik bo'ladi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Boshqalarning oldida bu qiz jirtilloq ekan, juda ekan, suda ekan degan gaplar bo'ladi. Yosh bolalarga asosan yosh bola bo'lishga qo'yib berish kerak. Ular xohlagan paytda o'ynash kerak, xohlagan paytda kulish kerak, xohlaganday kulish kerak. Masalan, qattiq kulgisi kelyaptimi? Xo'p. Yarki narsalar kiygisi kelyaptimi? Pajалуйста, kiyishsin. Mana shunaqa, lekin ko'pchilik oilalarda bu narsalarga yo'l qo'ymaydi. Bilmadim nimaga unaqa. Men bu gaplarim bilan masalan bolalarni nima xohlasa shuni qilish kerak demoqchi emasman. Ya'ni erkatoy bo'lmasam boshqalarni bolalarini uraydigan yoki bo'lmasam katta odamlarga gap qaytaradigan yoki bo'lmasam katta odamlar bilan urushadigan, ular bilan har xil bema'ni qiliqlar qiladigan qilish kerak demoqchi emasman. Prosta demoqchimanki, ularni so'kmasdan, urmasdan o'sha yaxshi yaxshi tarafga yo'naltirish kerak. Ya'ni yo'naltirganda ham masalan ularni urib, so'kib, detskiy travmalar berib yo'naltirish kerak demoqchi emasman. Prosta o'tirg'izib, tushuntirgan holatda qiz bolalar bilan masalan endi farqi yo'q. Ota-ona bo'lgandan keyin baribir do'st bo'ladi. Qizlar bilan onalari ko'proq o'tirib dugonada, yaqin insonday yoki bo'lmasam do'stday o'tirib suhbatlashib, ularga to'g'ri yo'nalish berish kerak. O'g'il bolalar bilan esa otalar o'tirib shug'ullanib, masalan, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Men shunaqa demoqchiman, men shu fikrlarim bilan. Ularni urgani bilan, so'kkan bilan, baqirgan bilan bolada ular qo'rqmay qoladi o'sha kaltakdan. Kaltakdan umuman qo'rqmay qoladi. Bir marta urasiz, 2 marta urib qo'rqitasiz, 3 marta urib qo'rqitasiz. Keyin o'sha bola qatadi. Qatadi deganim, ya'ni o'sha kaltakdan urishdan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Bir ikki marta uradi, shu bilan yana o'z bilganimdan qolmayman degan narsalar paydo bo'ladi bolada. Shuning uchun ularni urmasdan, so'kmasdan yoki baqirmasdan, chaqirmasdan o'tirib to'g'ri gaplashgan holda yo'naltirish kerak deb o'ylayman-da. Men shu narsalarni hozir o'tirib o'ylab qoldim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni bildirib qolinglar.